katta bayram misoli va biz uni bir boshqacha nishonlaymiz. Bir xalq, bir mamlakat, bir tanu, bir jon bo'lib. İlk lahzalar Coca-Cola bilan birga. This is Sparta! Nima bu kirish? Nima bu ketish? Qani Spartak bu? Короче, 20 ming UC ham qiz bolaning akkaunt deydi-da. Bu ham qiz bolaning akkaunt degan mana. Previewga tayyor ideyada ikkita tomonga qiz bolaning rasmini qo'y. O'rtaga o'rtalarni qo'yib, Yaxshi ham. Turkiyaga xotirni olib ketayotganim yaxshi bo'ldi. Uzr ma'nosida. Oson emas. Bizga ham oson emas. Ko'ryapsizlar, bitta video chiqaramiz deb shu uydagilarni boshqa davlatga olib borib kelishga to'g'ri kelyapti. Jigarlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar. Men o'sha gap yana har bitta videoda gapirmasam o'tmayapti. Men ketyapman akalar. Ketgan bo'laman video chiqqanda. Sizlar like bosinglar, obuna bo'linglar, Instagramga o'tinglar. Instagram mana 250 mingta bo'lgandir, balki 3 ta videoda gapirdim. Bu 4-video bu. Xo'p, mayli, uni buni qo'yinglar. Boshlaymiz. Davay. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'tirib yangi qiziqarli quvnoq bir OPKS videoda sizlarni qarshiladamiz do'stlar. Bugun ikkita akkauntda, bittasida 40 ming UC'ga, bittasida 20 ming UC'ga OpenCase qilamiz va ikkita akkauntda qiz bolalarning akkaunti ekan. Akalar qiz bolalarning akkaunti qanchalik omadli ekan? Qani bo'lmasa ko'ramiz. Go! Tushdi UC, qanchadir UC tushdi yana. 16 ming UC tushdi. Adashmasam-da. 8100 tushadi dotdi buni. Yana ya? Ya, общий уже 40 ming 38 ming bo'ldi. Asqoricha. Ana bonuslarni ham olingan ekan, qarab. Yo'q, menimcha bonus bitta kelgan. Bemalol yozib da. Akalar bonus olingan ekan. Если что UC kerak bo'ladigan bo'lsa, kuchukcha outsbrunch yoki описаниедagi silka yoki bo'lmasa ultra UC deb qidirsa ham chiqadi poiskdan. Kanal. nima qo'yiriz? Ultra price desa chiqadi yoki da ultra UC desa chiqadi. Mashina tushdi. Yaxshi. Ultra UC. Ultra UC haqida gapirilganda albatta nimada tushmasa bo'lmaydi. User bilan qidirish kerak. Yaxshi akalar, kanal havolasidagi o'sha anaqalar link yoki silka orqali o'tsanglar, eng zo'r, eng ishonchli o'sha orqali o'tinglar. 24 ga 7 sira xizmat edadi. U yoqda yana kamiga rent kanal bor akalar. Bemalol 90 ta hisob hammasi mana shunaqa eng dahshat. Mana shu akkauntga ham menimcha bir qo'yish haqida o'ylab ko'rishsa bo'lar ekan. 87 kolleksiya qo'yishsa bo'ladi. Bo'sh paytlarida boshqada kirib bemalol o'zingizlarning orzuylardagi akkauntlarda maza qilib o'ynashni xohlasanglar, u yoqda bonuslar ketyapti hozir. Kanikul bonuslari. Kunduzi 3 soatga to'lov qilasiz, 4 soatga olasiz. Jigarim. Bunaqa bonus faqat bizda va faqat bizda. Bizga ko'proq narsa berish kerak. Yumpilar, bir nimalar berish kerak. Biz meni o'zimga ham adashmasam, hozir svet o'chadi. Kondisioner o'chirib turinglar, iltimos muhlan. Hozir svet o'chsa mana shu videomiz. Bo'ldi. Ana yondagilarga ham aytdim, o'chirib. Yo, bittasi yoniq tursa hech narsa qilmaydi. O'zi svet o'ynayapti-da, hozir ko'ngilni sezyapti. O'chiraysiz, kerak emas hozir bilan shuncha anaqa volumasi. Da, akalar tok bilan bog'liq problemalar bo'lyapti shu kunlarda. Endi jigarlar. Men nima deb o'ylaysizlar? Necha UC'ga full qilib olar ekanman? Men 40 mingga full qilib oldim hamma narsasini va o'zimda materiallar borligi uchun anaqani ham yumpini ham full qilaman. Lekin yumpi juda go'zal akalar. Xudo xolasa stream qilishim kerak. Stream qilishni men ham sog'indim. Qachon stream qilaman bilmadim, lekin har 2 kunda video chiqaramiz. Shuni bilaman. Har 2 kunda через день video sizlar uchun joylanadi kanalga. Shuning uchun obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani yoqinglar, har bitta videoga like bosinglar, izoh yozinglar va do'stlaringizga shunday video chiqibdi deb tavsiya qilinglar. Keyin tomosha qilinglar. Hammasini qilib bo'lgan bo'lsanglar, endi o'tirib bo'ldi endi. Endi ko'rsam bo'ladi deb. Do'stim, qara o'tiradi videoda chiqibdi. Biz qachon shunaqa OpenCase'da qilamiz deb, jigarlar. O'zi qiziqroq nima bor ekan bu case'da? Hamma narsasi qiziq. Yumpi bor. Aptechka ursangiz, har xil animatsiyalar chiqaryapti. Keyin biz videomizda aytmagan edik. Mana bu bor-ku, kiyim bor-ku, mana ikkitasini olasiz-ku. Prosta lobbida turganingizda kiyimni ustiga bosib turib o'ziga tortsa, oq kiyimni kimgadir любой bitta odam kiya olar ekan. Biz videoda aytmagandik, shu funksiya bor ekan.
hozir men bunga chiqarganimizdan keyin bitta lobbida sinaymiz. Keyin men bu aka aptech ko'rayotganlarida opa anaqa qilib turar ekanlar, qo'llab-quvvatlab turar ekanlar mana. Voy bilan. Mana. Qarang. Ana. Keyin otishma paytida opa mana bunaqa qilib quloqlarini yopib turarlar, qarang mana. Ko'ryapsizmi? Вообще жесткий-ku. Keyin mana bu nima bu? Bu nima? Opa bilan ozgina shunaqa sevishib turishadi. Keyin bu endi bu qiz bolalar akkaunti menimcha qiz bola ko'proq mana qizlar ham akalar bizdan ko'p donat qiladi. Qizlar qayerdan pul topasizlar? Shuncha pulni. Endi Muzaffga uzr. Yaxshi. Albatta like nima endi anaqa UC series tanishinglar bo'lsa demoqchiman-da. UC seriesda ishlaydigan tanishinglar bo'lsa UC ni qayerdan olishni bilasizlar-ku, shuni aytmoqchiman jigarlar. Men yomon narsa gapirmadim. Mana Buyul akalar ikkita uzatadigan odamimiz bor, bittasi Muflan, bittasi Muzaff. Menimcha Buyulmi sizga ham Muzaff? Bilmadim endi, nasib bo'y. Bilmadim endi, bilib turibsiz-ku. Aytavering endi. Qachon endi? Dedi. Ha, Muflan lekin Buyul aniq menimcha uzatib olamiz Muflanni. Avgustlarga qolmaydi, xudo xolisa. Ana akalar. Avgustlar, xudo xolisa mana shogonlar ham sekin boshini ikkita qiladigan payt kelyapti. Bir ikkita shogirdlarning boshi 3 ta ham bo'lib ketdi. Yangi kelgan glider bor edi, kunlarga ultimatda shunga o'xshab. Ya, Qodirali videodamiz. Shaydamisan? Hozir chiqaman. Ya bu bermaydimi? Hech qachon to'xtaylar, nimadir qilaylik bu sal anaqa Vektor o'sha bir nimaga qo'y, ultimate. Bunda ham ultimate bo'yicha qizlar anaqasi akkauntlar ultimatelarda yuradi. Qanday bunaqa narsalar qilishyapti? Narigi akkaunt shunaqa, global. Kimdir chiqib beradi-da endi adashmasam. Da. O'shanda ham artib ketmadi. Endi Muzaffga o'xshagan tanishlik. Agar yaxshi reytinglar bir kunda zam olish xohlasanglar. Uzr. Yonida qo'shimcha UC'si bilan o'zir. Yangi kelgan ultimate'dan ochmoqchi. Uzr. Nima bermayapti bu jigarlar bu? Men bitta kichkina 500 ta bo'ldi lekin. Mana endi ko'p yig'ildi lekin bunda. Menda ancha yo'q, bir xil, pashti bir xil yig'ilibdi, to'g'ri. Adashdim. Ha, xayriyat bersin. Mana bunaqa narsalar bizga berish juda muhim. Bitta bo'lsa ham ultimate berish kerak lekin keysdan. Bo'lmasa ahvolimiz og'ir jigarlar. Bitta bo'lsa ham ultimate berish kerak bizga. Ya'ni katta ultimate, 4 ta ultimate degan bilasizlar, ikkita boshlik. Qo'yaymi? Voy, bo'lmayapti, bu ochilmayapti keysa. Hali ikkinchi akkauntga o'tishimiz bor jigarlar, Vektor taktika. Qani? Ya, xullas, ketma-ketligi qanaqa bo'lishini bilmayman. Yo birinchi unaqasiga qilamiz, yo birinchi bunaqasiga qilamiz. Xullas, ikkita video, ikkita OPKs ko'rasizlar endi bu videoda. 5 minutdan qo'yamiz. Juda bo'lmasa solishtirib oramizmi? Qaysi birida yaxshiroq chiqdi deb mo'ylovga kezib qo'yaylikmi? Bu qizni tanishlarimdan kirib akkauntga qarab tinchlikmikin deydi-da. Men bu holatda turibdim-da anaqaga kirsa. Shuncha paytdan beri o'g'il bola bo'lib chiqdi. Uzr. Menga prank qilyapti, aytadi-ku, nima do'stimni anaqa qizimni nima deydi, lug'aviy xatolar do'stimga o'xshab ketyapti deydi-ku. Nimadir berar. O'tarani bosib, atmenani bosing-da. Ha. 3 marta shunaqa qiling. 2 3 o'yindan o'tadi. Endi bitta oching. Bitta 10 talimi? Aha. Yo'q. Nimadir Men 5 ta bittali, 3 ta 10 tali propust bilan bosmoqchiman. 1 2 3 4 5 3 ta 10 tali propust bilan mana 1 qarab turing, 3-inchisi ultimate tushadi. 2 3 tushdi. Ha. Yaqin ham kelmadik. Mayli. Вообще bor lekin o'ta nerealniy yomon anaqa. Yaxshi ham qiz bola emasmiz akalar. Oha, yaxshi. Bu 38 taga aylanadi qaysi bittasida. Bu yaxshi bu. Ochildi bir case menimcha, lekin sal kechroq ochildimi deb ham o'ylayapman-da, sal ertaroq ochilish kerak edi bizga bu. PUBG jon.
Endi qiz bola ekan deb endi shat endi anaqa qo'yarman. PUBG san ham ber endi bitta ikkita ultimate'lar. Lekin realniy bu juda slishkim. Nimaga orqa fondan almashtiraylik, ha? Nima taktika qilaylik, ha? Bir taktikalar bo'lsa aytinglar. Hamma gap shundanmikin, ha? Ayiqcha. Mizaf yusiga rozi bo'ling endi tushsin u buni. Hazil jigarlar, hazil. Anaqa bu qizlar o'zi danat qiladigan shunaqa ko'ryapsizlar 87-kallaysiz. Mizaf o'zi 87 emas u. 88 deydi. 88 mi? Endi agar men shu danatlarni o'ziga qilgan uzr. 90 dan o'tib ketgan bo'larmi dedim. Hazil albatta. Bular ham anaqa endi o'ylamasin, voy boshqalarga berar ekan. Unaqa emas, rostdan unaqa. Realniy biz hazil qilamiz shunaqa oramizda. Ha, jigarlar, ertaga uylanadigan bola to'yatmen bo'lib ketmasin yana. Qizlar, jigarlar. Yoki bo'lmasa menga o'xshab uydagilarni olib uzr so'rash uchun. Ya, hazil akalar, men unaqa bola emasman men ham. Ha, bu bizga to'g'ri tushunishadi akalar. Prosta aylanib, maza qilib kelmoqchi, vlogga dahshatini olaman, lekin rostdan men ideya qildim uje. Bu bilan montaj yorib tashlaysan, 1 millionlik kanalga yuklaymiz, u live content qilamiz. Bundan keyin shunaqa content ko'ryapsizlar, ovoz ketgan, tomoq ketgan, zapas videolar har kuni olyapmiz. Video ham ko'payib ketdi, tezroq chiqarish kerak o'zi. Kanal ban yeb qoldi, bir hafta video joylamaymiz. Baribir ketishimga baribir to'g'ri keladi. Qo'yamiz. Bu orada letnik open ket qilamiz. Reaksiya olganmiz TikTokda. Akalar, kutishga arziydigan videolar hali oldinda. Birinchi bu chiqadi, to'g'rimi? Bilmaymiz, ketmang. Birinchi mana shuni chiqarsak yaxshi, birinchi mana shuni 20 ming, 60 ming общий chiqarsak yaxshi. Hop, 3 ta garantimiz bor, lekin yetmaydi deb o'ylayapman. Men 1050 ta, men bitta 3 tasini olsam 1050 ta bo'ladi o'zi. Yana 8100 yetarmikin? Вообще lekin realniy omadsiz bo'ldi bu akkauntda deb o'ylayapman. Nima qilaylik? Mana shunday to'xtataylikmi yoki hozir tashlasharmikin? Hop, qani yana 8100 tushish kerak ekan. O'zi plani biz planimiz bo'yicha. Lekin-chi, ultimate bo'lmasa ham berish kerak-da, nimadir berish kerak-da, juda-da. Bittalik ochaymi? Har yo'q, juda slishkim, ana omadsiz lekin bor. Ertaga qizlar ham nimaga ham berdim bu odamga demasin. Вообще-da omadsiz. Omaddan fino teskariga qarab olibdi. O'zi endi po faktu buni olib qarasak, account double level, kolleksiyasi level katta bo'lsa, ultimate narsalar ham qiyinlashib boradi-da, PUBG ham biladi-da. Da, meniki 98 bo'lsa ham, endi menda ham 40 ga full oldim, lekin anaqa bo'ldi. Ultimate tushib berdi. Videoni ko'rganlar bo'lsa, ultimate tushib berdi. Siz ertalab kirmadingiz-a? Yo'q. Menga sal omadliroq bo'ldi-da, bo'ling. Menga akkauntda lekin haqiqatan ham ba'zida menda ham bo'lib qoladi. Menda narigi ultimate bunaqa omadsiz bo'ladi. 50 mingmi ketadi-yu. Biz bugun ham yetmasa kerak deb 8100 dan so'radim. O'shaning uchun so'radim. Shu ultimate tushgani tortib ketib qoldi bizda ham. Bu ham 38 ta? Da. Berib tashlash kerak-da. Qarangda bu yerda hozir UMP berish kerak. Oha, вообще ko'p narsa men bilan hali. Voy bilan. Pastda ham ko'p narsalar bor-da. Da, hech kim omadsiz bo'lyapti-da, lekin bor-u. 40 ming bir pas tugab qoldi. Почти 50 ming. 50 ming. Mana shunisi yomonda. 50 mingdan. Letnik kesliga kirasiz, tekinli narsalar tushirib tashlaysiz. Mana bunaqa pul sarf qilgan odamga kirib turib, mana bunaqa ocha olmasangiz xijolat bo'lib qolasizda. Xayriyat. Nimadir berish. Bersin, mana shu bittalikni olamiz sekin, ozgina bittalik ochaman akalar. Propostka ochingchi mana shuni. Bittaliknimi? Juda kutib qolamiz-da. Cho'zilib ketadi. Mayli, ikkita 3 ta ochaylik. Yo'q, hatiyam mana yerda ham juda qizg'anchiqlik qilib yorishibdi, lekin oldin 2000 tacha yig'ib yuborlardi-da. Bunaqa payt 40 ming ishlatganpa. Yana bergandan. Yana shundanmi? Boshqa mifika bersa edi bizga yaxshiroq edi. Nechta tanga berdi? 88 ta. Mayli, yo'qdan. Mayli, yo'qdan ko'ra-da, mayli-da. Biz
Biz hozir mana shu ketish bo'lsa, ya bitta ultimate otsa edi, xatyabı bitta ultimate. Ya taktika nimadirlar o'ylab topaylik bir. Слишком ha jigarlar. Meni qo'lim emas, o'sha egasini qo'li ketdi. Nimaga bunchalar omadsiz bo'lyapti? Xayriyatki yo'g'imi? Voy bor ekan 50 ta. Yo'g'iga 2 ta ketkizishimizga to'g'ri keladi-da hozir agar. Bittasi yo'q mana. Kimisi berish kerak ekan. Bitta ultimate ber, xatyabı 900 tani onasini emsin. Ya lekin baribir full olgandan keyin u yoqdan ham ko'p narsa beradi. Baribir ancha full qilishadi, shuning uchun sarf qilganga yarasha-da. Mana bu yerdan ham narsalar beradi-yu. Bergan narsani qayta berishiga mana bu yerda ko'p zo'r narsalar beradi. Mana lobbidir, boshqadir, yo samolyot, vertolyotga hamma narsaga skillari bor-da. Titul ham beradimi? Ha, titul ham beradi. Vobshe ko'p narsa beradi. To'ntalik ikkita ultimate go'mi? Bismillah. Qani. Ya vobshe nerealniy darajada omadsiz bo'ldik bu akkauntda ham, bilmayman nimaga. Hop, hisoblaymiz. 200 ta, 550 ta, 600 900 ta, 1250 ta. 1250 ta bo'lsa, mana to'rga ham yetib kelyapti-da. Yana 13 ta ochsak to'rga yetib keladi. Hop, 4 ta garant ochishimiz uchun ham tak. Qaranglar, 1050 ta, okey, 1250 ta. Ya. Nikak darajada. Yana ikkita katka bilan narsa tushish kerak. Nimadir da. Xatyabı ikkita narsa tushish kerak edi yoki mana o'sha 500 ta 400 ta valyutalik nimadirlar tushish kerak edi-da. Hop, yana yusi tushdi. Endi Honorda, akalar, Honor achchiq chaynashga tayyor bo'lib kiringlar. Buni full olmoqchi bo'lsanglar. Endi ichidan balki omadim kelib qolar desanglar, endi boshqa narsa, lekin Honorda akalar shunaqa 50 mingdan achchiq chaynashga tayyor bo'lib kiraverish kerak. Hozir ham adashmasam 50 mingdan o'tadi. Necha bo'ladi? 54 ming shunaqa atrofida bo'ladi. Mana shunga chiqarishimiz uchun bizga hech bo'lmasa 2 ta mifik yana berish kerak. Bermaganini deganlar. Mana shuning uchun propus bilan birozgina bittaliklardan ochib, ana endi bundoq qilib, endi taktika qilmasak bo'lmaydi akalar. Bu to'g'risi sal anaqada endi baribir ishonib bizga open case va yordam qilib bersin deganiga yarasha bir tushirib berishimiz kerak xatyabı. Mana shunaqa qilib dirdim agar tushganda. Lekin tushmadi. Akkaunt almashtirish kerak akalar. To'g'risini aytaymi? Akkaunt almashtirish kerak. Ha. Qani? Nimada taktika belgilashi? Bo'lmaydimi? O'yinga kirib chiqaymi? Shunaqa qilaylikmi? Katta bo'lib qolganda qaraylik. Bir pasda bu tuk to'kyapti bu ham bor. Cho'miltirish kerak shuni. Nega cho'milsa bilmayman, sho'ng'illab qolmas. Katta bo'lib ketganini qaraylik. Nima berib boqyapman bunga? Proteinim sen ichmayapsanmi? Hop, o'zimni aqlim yetmagan mushugimga almashtirib ko'raman hozir. O'zidan o'z oyog'im tagiga keldi-da, qarab turinglar, ultimate tushirib beradimi shu? Men ishonaman. To'xtatib bitta bossang bo'ldi, ketasan. Hatto. Mana, bos. Bos. Bo'ldi. Sen ham tushira olmading-ku. Yana bitta o'ntalikni tushmagan narsa tushdi lekin. Nima tushdi? Tushgan narsa tushdi. Bos mana. Bo'ldi, rahmat senga. Ichki o'zanga ovqat yo'q. Hech narsa tushira olmadi. Akalar. Honor. Endi bilmadim, kim nimadir oldin o'zi bir ana nimadir tushirib olganlar bo'ldimi? Propus bilan ochib olaymikin-a? Propus bilan ham ochib ko'rdik-da. Bittalik ochaylik-da. Ha, yuragim siqilib qoldi. Meni ham. Honori. Vobshe bor. Xatyabı bitta ultimate berma shu oxirgida. Nomardmi? PUBG. Ayol kishiga nisbatan shunday flos bo'lasanmi? Yo'q, foydasi bo'lmadi. Hop. Hozir yana yo'q tushmadi deb yozishga uyalyapman.
Bo'ldi, yozmam, qo'yaveringlar, sekin akkauntni o'ziga aytadi. Sekin indamasdan chiqib ketib akkauntdan ishimizni qilaveraylik. Davay, bunaqa qizlarga endi taslim bo'lish yarashmaydi. Yana 8100 go bo'lmasa. Ha, taslim bo'lish yo'q. Kimsan ultra open kezini qilib beryapti. Yarmida tashab ketish bo'lmaydi, jigarlar, to'g'risi gap. Dalshi bosish kerak. Men bu open kez qilish uchun, bilasizlarmi, konditeynerni o'chirib o'tiribman, svet o'chib qolmasin deb. Qamoqxonada konditsioner o'chirib Yo'q, konditeyner qamoqxonada yoqib olsa, ani tok o'zi bitta svet o'chirib yoqyapti-da. Shunaqa 2 marta bo'ldi. Shuning uchun qo'rqib o'chirib o'tiribman. Zapis paytida tem bo'ldi, hozir 100 ming sarf qildim men open kezga. Tıkkatib zapis yo'q bo'lib qolsa ko'raverasizlar-da. Eng qizig'ini aytaymi? Video chiqmasa-da, ana qizga hech qanaqasiga tushuntira olmaysizlar-da. 70 ming EC nimaga ishlatganinglarni. Ha, shuncha EC tashlagan-ku, hammasini Honor'ga ishlatganingni isbotlab bera olmaysan-da. Video chiqmasa borku. Tezroq tushiraylik shuni, qutulaylik, ketaylik. Hop, akalar, bo'ldi. Ana 90 tani ochaman, qolgan 100 ni qoldiraman. Orasida lekin ultimate'ni nimadir bersa ham mayli edi borku. Shuncha bermadi. Nomard, pastga. Yo'q, meni o'zimga hamchi shunchaga bermasa alam qilardi. To'g'risi gapda, shunchaga necha ketib qoldi. Va eng ko'p Honor mana shunda ketdi menimcha sarf qilganimiz. Men shu yerdaman, aka beradi. Sen shu yerda bo'lganingga ham sal shubha bor-da. Yana bitta 800 aytib qo'yaveraymi? Yana elit olamiz. Ha, elit keldi. Oo, yaxshi. Bu bormidi? Bor edi-da. Eng qizig'i. Videoni olib tugatib olaylik. Mashg'ullig'ing menga yoqmaydi-da. Yana bitta turist qizlarga jalb emas. Voy, qizlar. Ya bo'ldi, bu yog'ini so'rashga ham xijolat qilaman. 100 ming tashab. Bilasanmi hozir bir 80 ming tashab oldi shekilli. Hamma pul qizlarda-yu. Qatdan bilasan? Nima akkauntniki nima? Qiziqishini qaraylik, iflosni. Hozir akalar bu yerda nima qilishimiz aniq. 5 ta bo'ldimi? Garantimiz. 5 ta bo'ldi. Bitta buni olamiz. Qaraylar, bitta buni olamiz. Endi ortib qoladi. Chiqolmaydimi? Yo'q, bular tushmaydi. Buni olamiz. Buni olamiz, kanishni. Va nihoyat akalar, hammasini olyapmiz mana. Bir to'g'ri voslarda addishi. Montajda bir ko'proq narsa chiqqan qilib kerak-da bunlar. Ha, endi 300 ta ortib ham qoldi mana qaranglar. Mana shunisi yomon-da. Va bu yog'ini 5 tani man bosamiz. Birinchisi ultimate berishni boshlaydi. Boshqa payt bermaydi buni. Ana hozir 4 ta qolgan payt bermasdi. Ana ultimate beryapti. Ultimate'ni. Boshini yo'q. To'g'ri. Mana shunaqa berardi. Men ultimate'larni berib yubormasdi. Wow. Bolani o'zi qo'ygan. Qancha yetdi bunga? 100 ming ketdi. Eng ko'p shunga ketdi. 2 uydan pul bo'lardi hozir. Hop, men 300 taga endi va materiallar menimcha. Bu mana kraska material olsa bo'ladi, populyarность olsa bo'ladi. 300 taga 15 ta olsa bo'ladi. Ha, endi uni o'zlari oladilar. Lekin rahmat bizga shunchalik open case berganingizga. Bizga rahmat aytishingiz shart emas. Juda rahmat aytadigan open case qilmadik. Lekin rahmat kattakon. Jigarlar, ko'rdinglar, maza qildinglar. Sizlar maza qildinglar-da. Biz maza qilmadik. Akkaunt egasi maza qiladi, lekin sizlar maza qildinglar bu videoni ko'rib. Shunga yarasha like bosinglar. Kommentariyada o'z fikringizni o'ylab turib keyin qoldiringlar. Keyin bu videoga komment yozmay tursanglar ham mayli. 20 ming UC'miz bor. Endi UC ko'p emas, lekin maza qilib ochishga yetadi, jigarlar. Ha. Va 6 ta material o'zi olib qo'ying. Nimasini ochamiz biz buni? 6 taga mana bitta ultimate olaylik-da, chiqib ketaylik undan ko'ra. Nima keragi bor bu? Uzr. Ha. Hazırlashdim. Birinchisi like bosgan jigarlarim uchun. Hozir agar QR kod ochilmagan bo'lganida zo'r gapim bor. Mayli. Yaxshi. Bu akalar open case ko'rgansizlar. Endi mana open case'im o'zim akkauntimni ochganimda juda bir maksimalniy omadsiz bo'ldi. Nimaga unaqa omadsiz bo'ldi desam, Sardor Iflosi open case 3 marta ultimate. Meni haqqimni Sardor yebdi akalar. Menga bitta tushib berdi. It tushib berdi. Ha? Yaxshi, material yaxshi. Bu go'zal bu. Mayli, ketsin, Sardorga ketsin. Sizlar ham mana shunaqa yusinglarni olmoqchi bo'lsanglar, kuchukcha 31 o'rnin ichidan olsanglar bo'ladi. Va eslatib o'taman. 100 taga yaqinlashdi akkauntlarimiz. Jigarlar kanikul keldi bu yoqqa mana kunduzi
bo'ladi. Rent kanalimizda, Rent Ultra Note Dogslar yoki описаниеdan silka orqali o'tinglar-da. Arendaga bitta qaranglar. Kanikulda hech bo'lmasa 1-2 akkauntda bir maza qilib o'ynagili keladi. O'zingizlarda yo'q narsalarda har bir o'yinda bir marta bo'lsa ham o'ynab ko'rish orzusi sizlarda ham bor-ku, to'g'rimi? O'sha orzuni amalga oshirsanglar bo'ladi. Buni qayerda amalga oshirasizlar? To'ppa-to'g'ri Ultra Rentda. Hop. Bez propust ketdi mana. Вообще mani qo'lim emas, bir kimnidir qo'li deb ochaman shekilli. Nima вообще? Materiallar garantiya bilan material bermay qoladi. Mana berdi Yaxshi. Ko'p gapirmaydi. Davay bo'lmasa o'zim uchun. Hech narsa Deganda hech narsa bermas. Bu kim uchun mana? Muflan uchun. Yana hech narsa. Mana Satoru aka uchun. Bo'pti, mana yana bunisi bu elit uchun mana. Hech narsa bermay, ko'rdingmi? Berdi. Bergani, men o'zim uchun deb ochganimda berdi-ku mana. Ko'rdingmi, material berdi. Mana, aytib kichik material. Garantiya materiallar berdi-ku. Garantiya ham beradi. O'zim uchun mana. Mana berdi. Endi berdi. Yaxshi. Ha. Beradi. Ya bu bilmadim, lekin bu cho'ta bir ultimate emas, klassikga qo'yib ko'raylikchi. Livikka qo'yaylikmi-kina? Livikchilar, sizlar cho'ttamisizlar? Hop, livikchilar uchun ochamiz hozir, to'xtanglar. Yana bir 2 ta 3 ta anaqa bittalik ochaydi orqasidan. Yaxshi granat oldik. Wow, naqadar omadli insonsiz. Qani bo'ldi, mana tushdi. Ishondim men, tushdi ultimate. Ya вообще bor-ku bu. Bilmadim, lekin kelgan ketgan eng yaxshi ultimate keldi-da. Men kaskasi ham ultimate, kaskasi ham chiroyli. Qaranglar, ayniqsa 1-2si bilmadim. Mujiylarni ultimate ketdi-da. Da, bu yoqda sumkasi, glideri, hamma narsasi, hamma orужияsi shu bitta shu orужияni boshqa orужияga men shu holatda keltirishganda vashsha bo'lardi. Bu ultimate shu odamlar bilmadim. Nimadir sotib bo'lsa ham danat qilardi, lekin agar shunaqa qilishganida. Lekin akalar tushish kerak. Deyarli. Men ishonaman tushishiga. Taktika qoraylik men. Nima bir bonus ketadi. Bu video chiqqanda ketadi, katta ehtimol bilan. Viktor taktikam, yuz ishlatganimda ham nimadir berdi. Bu yoqdan nima beradi? Mana bundan ham olaylik. Bonuslar bir nimalarni olib qo'ygan bo'laylik-da. Viktor taktika qilamiz. Men oxiri shu uchunga olib boryapti PUBG'da. Hatto bu so'mka endi aslini olib qaraganda, so'mka bilan ana u ham kaska ham ultimate ekanda. Shuning uchun ham shansi sal pastroq bo'lish ehtimoli bor. Shunaqa anaqasi ham bor deganlar. Viktor qo'yaylik bo'pti mayli. Elitni ham sadasi bo'lmasin. Qani bo'lmasa o'zbeklarga Viktor kuchini ko'rsatib qo'yaylik-chi. Ketdi. Viktorchilar, shu yerdamisizlar? Material yaxshi beryapti aslida, nolisak bo'lmaydi aslida. Lekin yaxshi beryapti. garantiyaga bormasdan berdi hozir u. Mana yana misol uchun isboti mana. Lekin bizga materialdan ko'ra ko'proq ultimate bersa foydaliroq bo'lmasmidi deyman-da, misol uchun. Ikkita material. Mana Viktor picha sizga donaterkani yo'q desa, mana donaterkani. O'zbekiston. Hop, xatya sumka yoki kaska davay, ikkitasidan bittasi PUBG jon PUBG. Propusk bilan ochaymikin, ha? Oddiy material. No, akalar, bu Viktorga qo'liga DP berish kerakmikin, ha? Men shunaqa deb o'ylab qoldim. DP qatdaydi. Mo'ylovni ham qo'shgan. Mo'ylovi bilanmi? Viktor bo'lsa mo'ylovi bilan bo'lsin. Mo'ylovi vashi anaqamidi, oddiymidi? Qani mo'ylov? Ha. Tamam, mana mo'ylovi bilan mana. Yana nima bahona qilarga endi bundan keyin bu bola mana savol. Soch qo'ying, pushti. Endi Viktor hurmatini donaterka bo'ladi-da o'shanda. Elit bo'lib qoladi.
Ana berdi уже bo'ldi. Keldi. Ana Mo'liki shuncha paytdan beri endi berdimi? Qoyil. Unda qoyil. Unda PUBG'ga qoyil. Yana mana shunaqa bir nima bor. Bir la'natlanganmizmi bilmayman bir. Hammo'lik berdi. Davay PUBG ber bizga. Oya, ana oxirida bittalikdan osib tashlayman. Bittalikdan ultimate olganmisizlar? Qaranglar mana, qaranglar mana. Esimda yo'q. 2 3 4 Dal cho'maysizlar. 5 6 7 Ha. 20 Ustun berishini lekin. Hop, 23 ta bo'ldi. Tak 12 15 18 ta 19 ta olaveraymi? 23 ta zo'r ber. Manimcha. Ya'ni ichida o'p ketadi. Material olishmaydi. Material Umid degan. kerak emas. Oho. Ha, AUK yo'qmi? AUK lekin bilmadim. Bu AUK emaslik. Bor, full. Ha, bormi? Uchta. Ha, bular ham glider bilan anaqa qolib ketgan ekan, ishlar ham qolib ketgan ekan. Hop, nima qilaylik? Olaveraymi hammasini bu boshqa tashalmasa, agar boshqa ochilmasa o'g'ramiz. Ha? Buni bosavering. Aha. Buni bosaveringchi. Bo'ldi. Boshqa Okey. agar videoni uzaytiramiz desangiz, o'rtaga yana ozgina tashlab ko'ramiz. Ya agar ochish hozir anaqa bo'lsa, birala ochib yuboraylik videoda. Bir ochsangiz agar. Ya, Ha, bo'pti. Buni keyingi videolarni birortasiga ulaymiz akalar, xotirjam bo'linglar. Lobbini olay-a? Lobbi ham baribir ye. kolleksiya qo'shadi, albatta. Hop, emotsiyachi. Yo'q, emotsiya Shartmasa. endi o'zi biladi. U yoqdan ultimate endi qolsa material ultimate olishadi, bo'lmasa. Ha, olishkilari kelsa olishadi, olishkilari kelmasa olishadi. Wow. Oha, lekin beskasiga chiroyli turar ekan, lekin brat sochlari qimirlab. Hop, ko'rib turganlaringizdek qisqa lekin maza qilib ko'radigan bir video bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Keyingi video, keyingi streamlarda ko'rishguncha hammalarga rahmat. Bye.